Bizning mamlakatimizda jamoat transportlarida katta yoshli odamlarga, katta odamlarga joy berish ularga bo'lgan hurmatni anglatadi. Yevropaning bu mamlakatida esa jamoat transportida katta odamlarga joy berish behurmatlik, hurmatsizlik hisoblanar ekan. Teskarisi umuman. Bu Yevropadagi qaysi mamlakatda shunday va nima sababdan shunday? Mana shunday savol. Demak, hurmatli mushtoqlar, dinglayapti, quloq tutyapti telefon janglari bar 71 233 70 va 71 286 32 20 bizning telefon belgimiz. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Navoiy viloyatidan Muxtor. Muxtor, Navoiy viloyatidan dinglayapti Muxtor. Norvegiyada nima sababdan? Endi yosh kattalarga keling o'tiring desa, ular o'ylaydizlar, meni zaif, deb o'ylayapti deydizlar. Men endi tushundim. Men boya tushunmagan ekanman-da o'sha. Shunday Norvegiyada to'g'ri, buning bilan yer beren o'zining beden taydan o'qiyupligining onun üstün ekanligini ko'rsatmak deb xatapaniya. Norvegiyada to'g'ri, buning bilan albatta o'zining jismoniy qobiliyatining men sendan zo'rman deydi-ku. Nima deyapsan, men sendan kuchliman, men sendan zo'rman deydi-ku. Ana shunday ma'noni tushunar ekan ularda, shunday ma'no kelib chiqar ekan. Nimaga men kuchsizmanmi? Nimaga men kuchim yo'qmi? Sog'ligim joyida meni deb shunday hisoblanar ekan, lekin bizda teskarisi, yana bir teskari narsa bor-da. Mana shu yerda men aytib o'tay, keyingi paytda ko'p yoshlar joy bermayapti. Buni ham aytib o'tish kerak. Metroda ham, avtobuslarda ham shunday o'tiradi. Yolg'on uyquga soladi. Qizlar ham bor, bolalar ham bor. Bu narsani tan olish kerak. Aytish kerak. Bu juda ham yaxshi holat emas. Bizlarda mana shu narsa ko'p bo'lyapti. Shu bugungi kunda. Buni aytishga men ko'p aytganman bu narsani. 80-90 yoshli odamlar tikka turadi, joy bermaydi. Turib joy bering deganimda ham o'tirishdan joy berishmagan. Men esimda shu narsa. Rahmat. Rahmat. Bugun Zarafshon shahrida yashovchi jiyanim Gulfira Farmonovani tavallud kuni, tug'ilgan kuni bilan tabriklab qolamiz. Qolaversa Sodiq Otayev Ramitanlik muxlislariga bugun tug'ilgan kuni, u kishiga omad tilab qolamiz. Shu Ramazonda qanday muqaddas kunda ezgu niyatlar bo'lsa, barchasi amalga oshsin. Sizlarga ham mohir Ramazon bilan tabriklab qutlab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Katta rahmat. Sog' bo'ling deya